ota-onasini umra ziyoratiga jo'natishda kutib turgan, qachondan reyslar qo'yilarkin deb turganlarga do'stlar, inshaalloh umra ziyorati reyslari yana boshlandi. Iyun oyi umra narxlari haqida ma'lumot olgani Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Centrum Holidays Glavniy ofisiga yana yetib kelganmiz. Qadrdonlar, juda ko'p perikür bo'ldi, sababi haj mavsumi boshlandi. Hajdan keyingi umra ziyorati narxlari haqida bilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, video davomida biz sizga to'liq ma'lumot beramiz. Shart-sharoit, qulaylik, narx-navo, reyslar haqida to'liq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, videomizdan uzoqlashmay bitta like bosib, inshaalloh hammaga nasib qilsin. Umra ziyoratiga jo'nataman, o'zim ham billa boraman, oilamni olib boraman deb turganlarga narx-navo, shart-sharoitlar to'liq ma'lumot bo'ladi. Do'stlar, ofisga ham kirdik, mana yana o'sha Ulug'bek akam bilan to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Bizni eskitdan kuzatib kelayotganlar bo'lsa, akamizni o'zi yaxshi tanishadi, chunki o'tgan yilgi umra mavsumida do'stlar juda ko'p odamni borishiga sababchi bo'lgan. Undan tashqari do'stlar, o'sha yaxshi niyat qilib kelgan odamlar ko'pi bag'i bilan gaplashgan. Yana xudo xolasa akamiz bilan to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Manzilni aytib o'tganman, boshida o'sha Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidays'da Glavniy ofisida o'tiribmiz. Ulug'bek aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Charchamasdan. Xudo xolasa boshlandi sezonlar aka. Juda ko'pchilik kutdi, chunki hajga ota-onasini jo'natalmagan yoki o'chirti kelmagan odam niyat qiladiki, hech bo'lmasa umra ziyoratiga bo'lsa ham borib kelay, Rasulullohni borib ziyorat qilay deydi. Endi ancha perikür bo'ldi, iloji yo'q do'stlar, u paytda borib bo'lmasdi. Endi mana shu oydan xudo xolasa reyslar ochildi. Xudo xolasa mana shu oydan reyslarimiz ochildi. Birinchi reyslarga telefon qilishsa bo'lsa, birinchilardan ochiribda joylarni bron qilishlari mumkin bo'ladi. Gap yo'q zo'r. Aka, shart-sharoit, qulaylik, gostinitsa, yeb ichish o'tgan yilgi bilan aka hech qanaqa bir o'zgarish yo'qmi yoki aka qanaqadir bir yangiliklar kirgizilgan joylari bormi? Xudo xolasa endi yildan yilga tajriba oshadi-ku. Bundan keyin o'tgan yilga nisbatan bu yil yana ham yaxshiroq qildik. Xudo xolasa sharoitlarimizni, ishlash anaqalarimizni, nima deydi, kelgan odamlarni kutib olishimiz, tajriba oshgan sari mehmonxonalarimiz sharoiti, oziq-ovqatlarimizni, malakali elboshlarimizni yana ham tajribalarni qo'ydik. Xudo xolasa yana ham mukammal bo'ladi. Yana ham xudo xolasa mukammal bo'ladi. Zo'r. Hozir aka mana bu oyga o'sha reyslar xudo xolasa qo'yildi deyilyapti. Qatdan tushadi aka? Xo'p, birinchi reyslarimiz Toshkentdan bo'ladi. Toshkentdan premium reyslarimiz xudo xolasa mana shu oyning oxirlariga Vodiydan ham reyslar qo'yiladi. Vodiydan ham reyslar qo'yiladi. Lekin hozir Toshkentdan bor. Ha, hozircha Toshkentdan reyslarimiz bor. Primoya? Primo. 5 persatga bo'ladi. Ha, premium reyslarimiz qo'yilgan, joylarni bron qilishlari mumkin bemalol. Zo'r, gap yo'q. Aka, aqa borgandan keyin misol o'tgan yili biz aytganmiz, boshida boshlayotganimizda 50 yoshlarimiz billa borib, billa kelishadi deganmiz. Undan tashqari hatto 14 kun sizlarni ziyoratlarni mukammal qilishga yordam beradi deganmiz. Bu yil ham xudo xolasa shunaqami aka? Ha, bu yil ham xudo xolasa har bitta reysimizda 50 yoshli billa borib, billa kelishadi. Shunga harakat qilib turibmiz o'zi. Undan tashqari 14 kun davomida umralarni, ziyoratlarni qildirib, postoyanno billa yurishadi 50 boshlarimiz. Zo'r. Zo'r. Yeb ichish masalasi ekan, bam ibodatga quvvat kerakmi? Xo'p, Madina Munavvarada 3 kecha bo'linadi. Makka mukarramada 11 kecha, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Xo'p, gostinitsamiz yaqinliklari Madina Munavvarada 200-300 metr oraliqda bo'ladi. Birinchi, ikkinchi qatorda joylashgan. Markaziyada, birinchi, ikkinchi qatorda. O'zi nomini bilan aytib ketsa ham bo'ladi, nomigacha aniq. Andalus mehmonxonasi, Baxaroston ro'parasida bo'ladi. Birinchi qatorda joylashgan mehmonxona. Madina Munavvarada, Makka mukarramada Rose Garden mehmonxonasi o'sha 1,5 kilometrda joylashgan bo'ladi. Piyoda kirib chiqaman desa 10 daqiqa 15 daqiqa oralida piyoda kirib chiqsa ham bo'ladi. Avtobus bo'lsa o'sha 5 daqiqa 10 daqiqaning orasida svetofor hisobida kirib chiqishadi bemalol. Zo'r. Gostinitsalar xudo xolasa aka masofasi yaxshi, chunki do'stlar, nimaga gostinitsa baribir avtobus xizmati bor, undan tashqari bizni olib borib beradi deydiganlarga shunaqa bo'ladiki, misol namoz vaqtiga 20 minut, yarim soat qolganda, misol gostinitsadan tushib piyoda boraman deydigan bo'lsangiz, o'zi salovat aytib borganingiz uchun o'zingizdan bilmay qolasiz, qana yaqinlashib qolganingizda, qana qilib haram hududiga kirib qolganingizda yo bo'lmasa shu Ka'bani oldida namoz o'qiyman deydiganlar bor. Do'stlar, o'zingizdan bilmay qolasiz. Chunki nima deydi, hali masofa yaqin bo'ladigan bo'lsa, bemalol. Endi Madina Munavvarada ham aytibdilar, markaziyada, Baqiy qabristonining yonida bo'ladigan bo'lsa, birinchi, ikkinchi qator bo'ladi. Ozon chaqirayotganda, misol kech qoladigan bo'lsangiz ham, ozon chaqirishda boshlaganda tushaman deydigan bo'lsangiz ham, bemalol do'stlar, Nabaviyaning ichiga kirib olsangiz bo'ladi.
Zo'r aka, xudo xolasa. Yeb ichishlar o'zbek milliy taomlari har doimgidek. O'zbek milliy taomlari Madaminalarda 2 mahal, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Zo'r. Aka, to'lovlar qanaqa bo'lyapti? Narx-navolar misol aniq bo'lganmi? Xo'p, narx-navolarimiz aniq chiqqan. Narxlarimiz $1100 Xo'p, nimaga qimmat deb ko'pchilik savol berishi mumkin. Chunki hozir Eronda hali tinchigani yo'q, havo yo'lini ochgani yo'q. O'sha hisobiga aylanib o'tgan hisobiga narxlar qimmat chiqyapti. Agar narxlarimiz Eron havo yo'llari tinch bo'lib ketib, duo qilib tursa, yo'llar ochilib ketadigan bo'lsa, narxlarimiz yana ham tushishi mumkin. Yana ham tushishi mumkin. Lekin o'zi $1100 yomon narx emas, chunki o'tgan yillar $850, $870, $900 dan narxlar qo'yilgan do'stlar. Men o'zim ham $950lik paketda borib kelganman. To'g'risini aytaman, narx farqi nimada bo'ladi desa, sharoitda bo'ladi. Qancha arzon bo'ladigan bo'lsa, shuncha sharoit o'tachalashib ketadi. Men misol arzon narxda tavsiya qilmayman. Bekordan bekorga basta bu narsalar. Endi birovni misol bizni jo'natgan odamni yomonlash emas, lekin $100 yoki $150 farqiga borib maza qilib, endi yoshi katta odam boradigan bo'lsa qiynaladi-da aka, unaqa sharoitda. Yeb ichishida muammo bo'ladi. Yangilikda aytganim ham shu sabab shu edi. Mavzuni ochib berdingiz. Paketlarimizni o'sha aytib o'tganingizdek standart, maxsus paketlar qilamiz. Standart ham maxsusi nimaga? Chunki ota-onamiz borgandan keyin yerda 2 martadan umra qilishi, boshqa sharoitlari, ziyorat sayohatlari, qo'shimcha bonuslari ketishi, bizdan qo'shimcha narsalarimizni taqib qilib, o'sha standart paketini $1100 bo'lsa, undan tashqari $1150, $1200 paketlarimiz ham bor. Telefon qilsa ular haqida ma'lumot berishadi. Ular maxsus bo'ladi. Bitta qo'shimcha qarovlari, xizmatlari, siz aytgandek sharoitlari, mehmonxonalari farq qiladi onlarda. Farq bo'ladi. Xudo xolasa, ya'ni bu maxsus paketlar ham bor. Sifatliroq qilsa bo'laveradi har bitta. Zo'r. To'lov qana bo'ladi? Xo'p, to'lovlar ofisga kelaman desa, kassamiz bor. Ofisga kassaga to'lov qilib ketishsa bo'ladi, cheklarni olib, bo'lmasa bank orqali, shot orqali to'lov qilsa ham bo'laveradi bemalol. Zo'r. Undan tashqari do'stlar, akamizni mana shu video pastdagi nomerda ijtimoiy tarmoqlari ham bor. Ya'ni Telegram, WhatsApp, chunki bizni faqat O'zbekistondan emas, qo'shni davlatdan ko'radiganlar ham bor. Misol, ota-onasini surpriz qilib jo'natmoqchi bo'lgan bor yoki qanaqadir podarka qilmoqchi bo'lganlar bo'ladi. Akamiz o'ziga internet orqali aloqaga chiqadigan bo'lsalar, o'zlari borib chiroyli qilib tabriklab, ularga ham bir katta xushxabar bo'ladi. Pulini xohlasangiz shot orqali, xohlasangiz bank orqali, xohlasangiz kelib kassaga naqd ko'rinishida to'lasangiz ham bo'laveradi. Inshaalloh do'stlar, yaxshi niyat qilgan bo'lgan odamlar, jo'nataman deydiganlar, boraman deydiganlarga reyslar qo'yildi. Xohlasangiz shu oydan, xohlasangiz keyingi oy, avgust va bag'i xudo xolasa, keyingi yilda haj mavsumigacha inshaalloh umra narxlarini mana shu kanalda do'stlar doimiy kuzatib borasizlar. Biz yangiliklarni do'stlar kunda kunora chiqarib boramiz. Charchamanglar, xudo xolasa do'stlar, hammaga nasib qilsin inshaalloh do'stlar. Mana shu video pastda kommentariyaga izoh qoldirib ketinglar, like bosib, do'stlar gullashib ketadigan bo'lsalarni, sizlar ham savobga sherik bo'lgan bo'lasizlar. Biz turgan joyimiz, yana qaytaraman do'stlar, Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar, temir yo'l vokzalining yonidagi Centrum Holidays'da do'stlar, gramni o'zidan gramli narx-navolar bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.